Assalomu alaykum. Bu 18-maydagi o'zbek tili kundaligim. Men buni 19-mayda tungi soat 1dan 20 minut o'tganda yozib, hozir uyga qaytgach soat 10:30da gapiryapman. Men buni minimarketda ishlayotganimda gapirishni o'yladim, lekin bugungi kundalikka esa juda uzoq bo'lgani uchun ishlayotganimda buni gapirish juda qiyin edi. Shuning uchun ish tugagandan keyin uyda karavotda yotib gapiryapman. Bugun Gwangju Demokratik Harakat kuni. Janubiy Koreya 1948-yildan 1988-yilgacha diktatura mamlakati edi. Diktatorlar hali Shimoliy Koreya bilan urushi rasman tugamaganini va milliy sanoat taraqqiyoti uchun qo'shimcha hukumat kerakligini aytib, prezidentlikdan tushishini xohlamadilar. Ular konstitutsiyani o'zgartirib, saylovlarda firibgarlik qilib, diktaturani davom ettirdilar. Janubiy Koreyada 3 ta mashhur diktator bo'lgan: prezident Lee Seung-man, prezident Park Chung-hee va prezident Chon Du-han. Lee Seung-man birinchi prezidentlik davridan 3-davrgacha, ya'ni 12 yil davomida Janubiy Koreyani boshqargan. Uning davrida Janubiy Koreya Shimoliy Koreya bilan urush qilgani va urushdan keyin mamlakat qayta qurilayotgani uchun uning diktaturasi ayrim odamlar tomonidan qisman oqlagan edi. Lekin 4-prezident saylovda, ya'ni 1960-yilda u firibgarlik qilgani fosh bo'ldi. O'sha davrda Janubiy Koreyada prezident va vitse-prezident alohida saylanardi. Hozir esa vitse-prezident yo'q, lekin u davomida o'sha davrda vitse-prezident ham bor edi. Prezident saylovda faqat 2 nomzod bor edi, lekin ikkinchi nomzodi Cho Byung-ok saylovdan oldin Amerikada operatsiya olayotgan paytda vafot etdi. Shuning uchun Lee Seung-man avtomatik ravishda prezident bo'ldi. Ammo lekin vitse-prezident saylov davom etdi. Lee Seung-man juda keksa bo'lgani uchun men u 80dan keksaroq bo'lishini men eshitdim. Shu davrda. Buning uchun odamlar u tez orada vafot etsa, vitse-prezident bo'lishini o'ylashardi. Shuning uchun Lee Seung-man o'zining vorisi Lee Ki-bung g'alaba qozonishi uchun saylovda firibgarlik qildi. Firibgarlik juda oshirib yuborilgani sababli saylovdagi ovoz berish darajasi 99% ham oshib ketdi. Shu sababli odamlar saylovda firibgarlik bo'lganiga ishonch hosil qildilar. Fuqarolar 19-aprelda inqilob ko'tarib, katta demokratiya namoyishlarini boshladilar. Natijada prezident Lee va vitse-prezident Lee iste'foga chiqishga majbur bo'ldilar. Ikkinchi diktator prezident Park Chung-hee harbiy edi. 19-aprel inqilobidan faqat 1 yil o'tib, u armiyani boshqarib, davlat to'ntarishini amalga oshirdi. U taxminan 18 yil davomida diktatorlik qildi. U diktaturani oqlash uchun iqtisodiy o'sishga katta e'tibor berdi. Uning davrida iqtisodiyot juda tez rivojlandi. Bu davrdan keyin IMF qilishdan oldingacha, ya'ni 1900
97 sakkizinchi yilgacha odamlar Han daryosi mo'jizasi deb aytadilar. Lekin hukumat asosan buning uchun bu iqtisodiy o'sishiga katta e'tibor berish uchun asosan poytaxt va Yongnam mintaqasi esa bu Busan, Ulsan, Changwon shunday shaharlar ekan. Ular faqat ularni rivojlantirgani uchun bugungi kundagi hududiy tafovut muammosi ham o'sha davrda paydo bo'lgan. Shuningdek, unga qarshi chiqqan ko'p odamlarni qiynoqqa solinib o'ldirilgan. U kambag'al odamlarni juda yomon o'yladi. U ularni past tabaqqa deb hisoblagani uchun ularni qamab qiynagan. Natijada u 1979-yil 26-oktyabrda o'ziga yaqin odam tomonidan otib o'ldirildi. 3-diktator prezident Chon Duhan prezident Pak vafotidan keyin 12-dekabr kuni yana davlat to'ntarishini amalga oshirildi. U 1980-yildan 1988-yilgacha, ya'ni 8 yil davomida diktatorlik qildi. Uning davrida bugungi 18-may Gwangju demokratik harakati yuz berdi. U davlat to'ntarishini qilgandan keyin, prezident Chon Duhan davlat to'ntarishini qilgandan keyin darhol prezident bo'lmadi. U oldingi prezident Chogyuha ortidan siyosiy jarayonni boshqardi. Lekin poytaxtda demokratiya namoyishlari kuchaygani sababli u buni to'xtatish uchun 17-may kuni harbiy holat e'lon qildi. 18-may kuni Gwangju shahrida katta demokratiya namoyish boshlanadi. Buni to'xtatish uchun Gwangju shahrida juda katta demokratiya namoyishi boshlandi. Bu men yashayotgan shahar Gwangjuda bo'lib o'tgan demokratiya namoyishi edi. Prezident Chon bu namoyishni boshlash uchun havoda sanksiya qo'shinlar va armiyani yubordi. Natijada taxminan 1500 yaqin odamlar halok bo'ldi va 3000 ga yaqin odam jarohat oldi. Lekin bu voqeadan keyin ham demokratiya harakati davom etdi. 1987-yil iyun oyida butun mamlakat bo'ylab katta demokratiya namoyishlar bo'lib o'tdi. Bu esa hozirgi paytda bu odamlar buni 6-yil demokratik harakat deb gapiradilar va natijada Janubiy Koreya demokratik tizimiga o'ta boshladi. Mening otam va onam o'sha davrda Gwangjuning janubida joylashgan Hwasun shahrida yashagan. Ular o'sha paytda Gwangjuga boradigan hamma yo'llari yopilib, ko'plab harbiylar Gwangju shahriga kirib kelganini eslashadi. Men esa bugun Gwangju demokratiya harakatini nishonlaydigan kun. Bu kunda Gwangju va Challabukdo hududidagi hukumat idoralar dam oladi. Men esa ular dam olayotgan paytda ham minimarketda ko'p ishladim, chunki men hukumat idoralarida ishlamayman-ku. Tunda yakshanba kechqurun soat 11da boshlagan CRL musobaqasining saralash bosqichidagi ikkinchi kunini ko'p ko'rdim. Ikkinchi kunda faqat 3 ta koreyalik sportchi qatnashdi. Men ular yaxshi o'ynab, kelasi haftada boshlanadigan asosiy bosqichga chiqishini xohladim. Ular juda yaxshi o'ynab, asosiy bosqichga chiqishini xohladim.
Musobaqa davom etayotgan paytda o'yin natijalarini ko'rsatadigan veb-saytdagi sistemada muammo chiqqani uchun musobaqa taxminan 1,5 soatga to'xtatildi. Bu juda yomon edi. Chunki odatda saralash bosqichining ikkinchi kun esa odatda tungi soat u yarimlar atrofida tugaydi. Lekin bu muammo tufayli musobaqa deyarli tungi soat 5da tugadi. Koreyalik sportchilar bu musobaqada juda yaxshi o'ynadilar. Hamma koreyalik sportchilarining natijasi eng oxirgi o'yinga bog'liq edi. U yerda u yerda saralash bosqichining ikkinchi kunda esa 3ta koreyalik sportchilar chiqishini men gapirganman. Sandbox, Clown va U degan sportchilar. Sandbox oxirgi o'yinda g'alaba qozonib va boshqa sportchi yutqazsa keyingi bosqichga chiqa olardi. Clown ham oxirgi o'yinda yutsa chiqishi mumkin edi. U esa oxirgi o'yinda yutsa albatta chiqardi. Hatto u yutqazgan taqdirda ham boshqa sportchi yutqazsa baribir chiqishi mumkin edi. Lekin ularning hammasi oxirgi o'yinda yutqazgani uchun hech kim kelasi haftadagi asosiy bosqichga chiqa olmadi. Bu juda afsusli edi. Men ularni qo'llab-quvvatlash uchun taxminan 6 soat davomida musobaqani tomosha qildim. Lekin eng oxirigacha ko'rib hamma yutqazib ketgani men juda tushkunlikka soldi. Men kelasi haftadagi asosiy bosqichda yaponiyalik sportchilarni qo'llab-quvvatlamoqchiman. Kelasi haftada esa yaponiyalik sportchilar kelasi haftada ikkita yaponiyalik sportchilar sportchilar chiqadi. Ular yaponiyalik sportchilari esa nima edi? Hozirgi saralash bosqichining ikkinchi kunda 3ta odam chiqdi, lekin ular esa asosiy bosqichda 2ta odamlar chiqdi. Bu juda yaxshi, bu juda baxtli. Men juda afsuslangan bo'lsa ham ularni qo'llab-quvvatlamoqchiman. Musobaqani juda ko'p ko'rganim uchun ishini uncha ko'p qila olmadim. Men odatda shuning uchun odamlar ko'p kelishdan oldin, ya'ni soat 6dan oldingacha mahsulotlarni tezroq tartibga keltirib, mini marketni tozaladim. Men dam olish kunlari musobaqalarni juda ko'p ko'rganim uchun dam olish kunlarda yaxshi uxlay olmadim va juda charchagan edim. Shuning uchun bugun ish tugagandan keyin uyga qaytgach juda uzoq uxlab yubordim. Men soat 9da uxlab, kunduzgi soat 4:30 atrofida uyg'ondim. Uyg'ongandan keyin biroz o'qib, yana ishga ketdim. Bugun ham men hozirgi paytda men uxlayotganimda ozgina qarqoq emas bo'ladigan hamma tushlarni ko'p ko'raman. Bugun ya'ni dushanbada esa ham uxlayotganimda men bitta tushini ko'rganman. Bu hozir ham eslayman. Men odatda dushanbadan payshanbagacha kechqurun soat 10dan ertasi kuni soat 8gacha, ya'ni 10 soat ishlayman. Lekin tushda direktor menga ertaga esa soat 7dan ishga ketib, ertasi kuni soat 8gacha, ya'ni 13 soat
랑 데드 디렉터로 menga bu oldingi ish joyi Yurintekiga uncha o'xshaydigan narsa ekan. U yerda men oldingi ish joyida ham shunday ishladim. Buni eshitayotganimda men uyg'ondim. Bu shunday 13 soat ishlashingiz kerakligini eshitayotganimda men uyg'ondim. Bu ham qo'rquq tushga o'ylasam, qo'rquq tushi. Bugun shunday qayg'uli voqea. Musobaqada koreyalik sportchilar hammasi chiqa olmadi va uxlayotganimda ham ozgina qo'rquq tushini ko'rdim. Shunday voqeani boshdan kechirganim uchun ishtaham yo'q edi. Men buni parhez uchun yaxshi deb o'yladim. Kecha va bugun musobaqalar sababli uncha ko'p o'qiy olmaganim uchun seshanbadan boshlab yana ko'proq o'qimoqchiman. Shu sababli hozir ishga logistika mutaxassisligini kitob bilan keldim. Men buni bugun, ya'ni seshanbada ishlayotganimda buni ko'p o'qidim. Bu haqida ertasi kunidagi kundalik,da ya'ni 19-maydagi kundalik,da men buni yozib o'qishman. Shu sababli hozir men buni gapirdim. Men o'zbek tili kundaligimni yozib, ChatGPT bilan tekshirgandan keyin bu imtihonga ham ko'p tayyorlanmoqchiman. Hozirgi paytda men kundalikni juda uzoqroq yozyapman. Hozirgi kechadan bugun uzoqroq, kechaga qaraganda bugun juda uzoqroq yozdim va kecha esa ham 2 kundan oldingi qaraganda kechagi kundalik ham uzoqroq. 2 kun oldingi kundalikda esa ham 3 kun oldingi kundalikka qaraganda bu ham uzoqroq. Shunday uzoqroq yozyapman. Buning uchun hozir ChatGPT ilovasi men yozilgan bu kundalikni hammasi tushuna olmaydi. Men buni kichkina men yozgan kundaliklarini ozgina ozdan bo'lib buni ChatGPT bilan tekshirib chiqyapman. Chunki ChatGPT ilovasi menga kundalikni yozayotganimda faqat kundalik haqida, masalan, men bugun nima qildim, bugun soat nechta qildim, bu menga nima kashaydi, faqat ularni gapirmay, boshqa narsalar, boshqa mavzular haqida gapirishini aytdi. Men shuning uchun bugun ham kundalikni yozayotganimda 18-maydagi Gwangju demokrasiya harakati kun bu haqida gapirib, demokrasiya va diktatura haqida ham men shunday uzoqroq yozdim. Men hozir esa ilovani ko'rayotganimda gapirmayman. Faqat men eshitib tezroq ovoz bilan gapiryapman. Shunday boshqa mavzudagi matnlar, tekstlarni yozish menga juda yaxshi deb o'ylayman. Yaxshi. Ertaga ham shunday boshqa matnlarni yozmoqchiman. Rahmat.